sizlar bilan kamyob bo'lgan va o'zgacha dizaynga ega bo'lgan telefonni sizlar uchun topdim do'stlar va bu telefonni topishga naq 2 hafta umrim ketdi do'stlar. Nomiga keladigan bo'lsa Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition telefon ekan do'stlar. Xo'sh, bu telefonga juda ham qiziqdim do'stlar. Men dizaynini hozir joy ko'rishga juda ham shoshilyapman. Kelinglar, endi telefonimizni tarafkamizdan упаковкалari juda ham mahkam qilingan ekan. Qo'l ko'rsatishdi lekin. Упаковкасini ham oldik do'stlar. Mana dizayniga bitta baho belgilar do'stlar va 120 vatli blok pitaniya ekan. Yoqdimi yoqmadimi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'p, ana endi kichkina korobkaning ichidan nimalar chiqishini hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, do'stlar, ko'rib turganingiz SIM karta uchun skripkasi ekan. Skripkaga ham alohida e'tibor bergan ekan. Juda ham qoyil qoldim do'stlar. Skripkaga qo'shilgan holda telefonimizdan talon qog'ozchasi chiqar ekan. Talon qog'ozchasi ham juda ham chiroyli ekan. Va telefonimizning chexoli ham chiqar ekan do'stlar. Chexolimizning dizayniga bitta e'tibor berib qo'ysa juda ham chiroyli va chexolimizga ham Lamborghini emblemasi degan bo'lsa do'stlar $750. Telefonimizni agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol adminlarimizga murojaat qilinglar. Sizlarga xarid qilishga yordam berishadi. Va do'stlar, sizlarga yana bitta narsani eslatib o'taman. Va Instagramdagi mashinliklarga umuman ishonmanglar. Instagramda 750 va 800 ming so'mga ushbu telefonni dastavka qilib berar ekan va ushbu mashinliklarga biz yuzlandik. Karta nomer tashlashdi. Karta nomer tashlashning ismini ham aytmayapti, nomerini ham tashlamayapti. Просто karta nomeriga pul tashlasanglar, sizlarga dastavka